Assalomu alaykum. Mana bugun axborot kutubxona markazimizga Bulung'ur tumani Bulung'ur mahallasi Nuroniylar jamg'armasi qoshida tashkil etilgan Buvijonlar maktabining rahbari Xursanoy Nurmatovna tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bunday yutuqlarga erishishingizda, hayot yo'lingizdagi muvaffaqiyatlarga erishishingizda qanday yo'llarni bosib o'tdingiz? Shular haqida bizga so'zlab bersangiz, marhamat. Men Turdiyeva Xursanoy Nurmatovna 39 yil bank sohasida xizmat ishladim. 20 yil bosh hisobchi bo'lib ishladim. Keyin har xil zam главный бухгалтер bo'ldim. Kreditный отдел начальниклari bo'ldim. Xudoga shukr. Nafaqaga chiqqanimdan keyin mahallamizda maslahatchi joy bo'sh ekan, shuni taklif qildi hokimiyat. 2010-yilda pensiyaga chiqqan bo'lsam, ana shundan beri elim uchun, xalqim uchun jonbozlik ko'rsatib ishlab kelyapman. Hozir jamoatchilik asosida Bulung'ur tuman Nuroniylar jamg'armasida tashkil etilgan Buvijonlar maktabini rahbariman. Tumanimizda 49 ta mahalla bo'lsa, 72 ta maktab bor. 100 dan ziyod davlat bog'chasi, xususiy bog'chalar bor. Biz bormagan maktab, bormagan bog'cha qolmagan. Hamma yerda maktablarda qizlar bilan erta nikohni oldini olish, giyohvandlik haqida, qizlarni hayotga tayyorlash, hammasi haqida gaplashib kelamiz. Men bundan juda ham faxrlanaman. Hozir masalan pensiyaga chiqqan bo'lsam-da, qandaydir o'gitlarim bilan qizlarga yordamim tekkandan juda ham xursandman. O'zimni hayotimga kelsak, hozir 3 nafar farzandni onajonisiman, 14 nafar nevaram bor, 4 nafar chevaram bor. Allohimga ming marta shukr. 2024-yilda 7-mart kuni viloyatimizning rahbari Erkinjon Turdimovdan men mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. 2024-yil 15-avgust kuni O'zbekiston qahramoni, Respublika Nuroniylar jamg'armasining rahbari Sodiqjon Turdiyev meni 1-darajali mehnat faxriysi degan ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Meni shunday jamoatchilik asosida ishlab kelib, davlatimiz hamma mehnatimni qadrlab, mana shunday medallar berganidan juda ham xursandman. Mana shu noyabr oyida 15 fevralda Toshkentga chaqirdi. El yurt faxriysi nomli ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu yerda 5 ta respublikaning ko'rik tanlovi bo'ldi. Ana shu ko'rik tanlovda meni g'olib deb topildim shu ko'rik tanlovda va el yurt ko'krak nishoni bilan taqdirlashdilar. U yerda 1000 ta odam, Qozog'iston, Tojikiston, butun hamdo'stlik mamlakatlaridan mehmonlar kelishdi. 1000 ta odamning ichida Turdiyeva Xursanoy Nurmatovna deb sahnaga taklif qildi. Men bundan juda ham g'ururlanib ketdim. Mana shu g'ururlanganimcha haligacha xursand bo'lib yuribman. Hamma yerda meni uchrashuvga taklif qilyapti. Mana kuni kecha 2-sonli hunar maktabiga borib uchrashuvlar qildik. Juda ham yaxshi o'zimni hayot yo'lim haqida gapirib berdim. Men nima demoqchiman? Mana shu yoshligimdan ana shunday orator ayol bo'laman deb niyat qilgan edim. Chunki men juda ham chiroyli kiyinib, o'qigan, o'qimishli ayollarni yoshligimdan havas bilan qarardim. Men qayerga borsam, shuni aytaman-da o'quvchilarga. Sen nima niyat qilgan bo'lsang, yoshligingdan niyat qilgin, tishing butunligidan niyat qilgin desa, avval ana shu gapni men buvijonlarimdan eshitganman. Hozir endi o'zim buvijon bo'lib, yoshlarga ana shularni ta'kidlab o'tyapman. Lekin mana shunday oilam mustahkamligi haqida ham hozir shunday gapirib o'tishim kerak. Men oilamning mustahkamligiga avvalambor
uyda olgan tarbiyam deb o'ylayman. 5 o'g'ildan keyin tug'ilganman. Ismimni shuning uchun otajonim Xursanoy deb qo'ygan. Men bu otajonim qo'ygan ismdan juda ham faxrlanaman. 5 ta yangalarim bo'lgan. Ana shu 5 ta yangalarim meni shu hayotga tarbiyaladi. Turmushni achchig'ini ham, chuchugini ham bir joyda o'tirib faqat sabr bilan yengishni o'rgatdi. Bunga meni shu darajaga yetganimga qaynatam bilan qaynanam ham sababchi, turmush o'rtog'im ham sababchi. Chunki men bankda ishlardim. Erta oyda oxirida juda ham kech kelardim ishdan. Qaynanam bolalarimga boqishgan, bog'chaga olib borishgan, bog'chadan olishgan, yig'latmay qarab o'tirgan. Oyda oxirida men juda ham 12 da ham kelgan kunlarim bor, oqshom 3 da ham kelgan kunlarim bor. Butun rayonni plani bankka bog'liq edi. Boyagi bankni hamma plan bajarilib bo'ldi. Mijozlar ketgandan keyin bizlar kunni yopar edik-da, keyin yillik, oyliklarni yakunlab shunday qilardik. Keyin mana Xudoga shukr, ana shu mehnatim zoya ketmadi. Hozir elim deb, yurtim deb yonib yashayotgan pensioner ayollardanman. Mana shunday mustaqil O'zbekistonda tug'ilganimdan ayoli, bolalari, nuroniylari qadrlanayotgan yurtda tug'ilganimdan juda ham baxtiyorman. Men yoshlarga borgan joyimda shuni aytaman, daraxt hamma vaqt bir joyda ko'karadi. Nikoh bu juda ham muqaddas, oila ham muqaddas. Ana shuni hurmat qilgan, hamma hurmat qilgan yoshlarimiz ham hammasi bizning qatorida bo'lishini xohlayman-da. Hammaga tinchlik, salomatlik tilayman, oilaviy tinchlik tilayman. Nikohlari barqaror bo'lib, bitta nikohli bo'lib yashasinlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamisha muhtaram prezidentimizni ham har kuni duodaman. U kishi shunday yangi O'zbekistonimiz haqida jonkuyarlik qilyaptiki, yoshlarga, qizlarimizga yo'l ochib beryapti. Mana qizlarimizga shunaqangi e'tibor beryapti. Qarang, har bir oilada qizlar oliy ma'lumotli bo'lsin deyapti. Qizlarni o'qishga juda ham qaratyapti, kvotalar ajratyapti. Oilalar, ayollarga juda ham e'tibor beryapti. Nuroniyga qanday e'tibor beryapti? Hozir mahallalarimizda, hamma butun O'zbekiston bo'yicha mahalla raisi oldida nuroniylar, Buvijonlar maktabining a'zosi oqila ayollar bilan birga yuribdi. Ana shu nuroniylar kirgan xonadon, buvijonlar kirgan xonadonda hamma yechim yechilyapti. Oilani yarashtirish bo'yicha ham nuroniylarni mana shu qimmatli maslahati juda ham yaxshi. Men ana shu nuroniylarga shunday savobli ishda, shunday yaxshi mahallam deb, elim deb, yurtim deb yashayotgan nuroniylarga sog'lik tilayman. Mana oddiygina mana qabristonni hasharida ham nuroniylar bor. Arq kavlaganda ham nuroniylar bor. Hamma oilaga, bironta oilaga bir nuroniy kirib borsa, mana yerda hashar uyushtirilyapti deb. Albatta uyalganidan bo'lsa ham boyagi yoshlar ana shu nuroniyning orqasidan ergashyapti. Hammaga tinchlik tilayman, sog'lik tilayman. Yoshlarimiz o'nib o'ssin, nima niyat qilgan bo'lsa yaxshi niyatlariga erishsin, o'qishsin. Qarang qanday chiroyli mamlakatda yashayapmiz. Mana qanday kutubxonalar qurib qo'yibdi prezidentimiz. Bu kutubxonaga kirsam men chiqqim kelmaydi. Har bir kitobni varaqlagim keladi. Ishlaringizga rivoj, oilaviy tinchlik tilayman hammalaringizga. Rahmat. Rahmat sizga ham tashrifingiz uchun. Mana shunday sizday faxrli nuroniylarimiz yana ham ko'payaversin. Yutuqlaringiz esa bardavom bo'lsin. Rahmat, xush kelibsiz. Rahmat.